Bu telefon dunyodagi eng arzon игровой smartfon hisoblanadi. Buni narxiga daji 4 ta bola o'tirib kafeda ovqatlanib qo'yishingiz mumkin. Yana kamiga bu telefonning orqasida ko'zlari yonib turadi. Telefonning narxi atigi Xitoy ZTE brendi Nubia Neo 3 GT modelini taqdim etdi. Bu model budjetli игровой smartfon hisoblanadi, lekin shunga qaramasdan anchagina kuchli xarakteristikaga ega. Bu modelda o'yin o'ynaganingizda siz uchun ancha qulay bo'ladigan, yonida sensordan игровой triggerlarini ham birga ishlab chiqarishgan. Smartfonga 6 nanometrli 5G ni qo'llab-quvvatlaydigan Unisoc brendidan T9100 chiplari o'rnatildi. Bu siz uchun o'yin o'ynaganingizda anchagina katta FPS da ochib berishini ta'minlab beradi. Smartfonga 6000 mAh akkumulyator o'rnatildi va 80 wattli tezkor quvvatlash va 1300 nit yorug'lik tarqatadigan Full HD+ 120 Hz AMOLED displey o'rnatildi. ZTE brendi shu smartfoni uchun foydalanuvchilarini o'ylab kuchli kuller o'rnatdi. Bu orqali siz soatlab o'yin o'ynasangiz ham smartfon o'zini o'zi sovutib, umuman qizib ketmasdan ishlayveradi. Eng maza qiladigan joyi o'yin o'ynayotganingizda telefonning orqasida ko'zlari mana shunaqa yonib turar ekan. Smartfon 24 GB operativ xotira va 256 GB ichki xotiraga ega. Smartfonni PUBG Mobile'da necha FPS ochishini birinchi to'g'ri topgan odamga zo'r sovg'amiz bor. Kommentariyada belgilab keting.